To'shak mavzusidan uyalmay qo'ydikmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Sevish kerak, sevilish kerak. Kerak bo'lsa kun ora bo'lish kerak. Siz o'qiyotgan bu fikr qandaydir ayol emas, balki madaniyat, ziyo, ma'naviyat tarqatuvchi soha vakili, aktrisa Nilufar Hamidova tomonidan aytilgan. Uning YouTube kanalidan biriga bergan intervyusi ayni vaqtda jamoatchilik faollar, blogerlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining elagidan o'tmoqda. Aktrisa bu gaplarni aytayotganda nimani ko'zlagani, aslida qanday fikrni ilgari surmoqchi bo'lgani bizga qorong'u. Aytilgan gap otilgan o'q deydi xalq. Hamidova aytdi. O'q jamiyatning nozik joyidan yaraladi. Endi esa shunga yarasha dashnomga chidash kerak. Deyarli har kuni televideniya orqali erkaklar va ayollarning jinsiy faoliyatini oshiruvchi dori vositalar haqida reklamalarni ko'ramiz. Kimdir qarg'ay boshqa kanalga oladi. Kimdir bolalaridan uyalganicha ovozini pastlaydi. Yana boshqa birov reklamada ko'rayotgan narsasining farqiga ham bormaydi. Har holda jamiyatimizda o'sha vositalarning afzalliklarini oilasi va farzandlari bilan muhokama qilib o'tiradiganlar yo'q nazarimizda. Shuni o'zigagina kuyib turgan edik hamki, o'rtadagi pardalar ancha ko'tarilganini Hamidova o'z intervyusida isbotladi. Aslida isbotlashning avvalida o'sha pardani o'zi ko'tarilib, kamiga yirtib tashladi. Xo'sh, nega bu haqda gap boshlayapmiz? Bugun o'zbek jamiyatida ayollar, xotin-qizlarga berilgan erkinlik va har qachongidan ustunlik kasb etadi. Qayerga qaramang, ayollar huquqi, ayollar gapirsin, ichiga yutmasin, muammolarini hal etishda o'zi ham ishtirok etsin, deyilyapti. Ammo gapirishga ham farosat, aql, tarbiya kerak. So'nggi paytlarda turli qo'shtirnoq ichidagi noprofessional psixologlar, san'atkorlar va boshqa nozik xilqat vakillarining bildirayotgan erkin fikrlarini o'qib, eshitib, bu aynan biz kutgan va erishayotgan xo'rlikmikan yoki xo'rlikning boshlanishimikan deb o'yga tolasang kishi. Bundan 10 yil avval efirga uzatilgan Tutash taqdirlar teleseriali orqali uzun sochli kelin Nargiza obrazi bilan tanilgan Nilufar Hamidovaning YouTube kanallaridan biriga bergan intervyusida ayol-erkak munosabatlari haqidagi ochiq suhbatni ko'rib, ochig'i undan ko'zlangan maqsad nima bo'lganligini anglab yetish biroz qiyin. Boshqa birining e'tiqodi, irqi, ijtimoiy kelib chiqishini muhokama qilish qanchalik ayb sanalsa, jinsiy masalalarda ham ochiq-oydin media vositalarida muhokama qilish undan ham katta xato emas. Har kim o'z hayotini ikkinchisiga yoki bir doirada maslahat berishi mumkindir. Lekin ommaviy axborot vositalari orqali bu gaplarni aytish kamiga ayol kishi tarafidan qanchalik to'g'ri? Er-xotin munosabatlari, ularning xohish-istaklari, bularning barchasi ikki inson o'rtasida sir saqlanib, keng ommaga oshkor qilinishi talab qilinmaydigan yozilmagan qonunlardan biri emasmi aslida? Bu kabi intervyulardan kimlar manfaatdor? Shu o'rinda bu masalani muhokama qilayotgan Hamidovaning qarshisida uning gaplariga quloq tutib turgan, mavzuni yana cho'zishga undovchi savollar bergan va intervyuni to'liq e'lon qilgan erkakni ham nazarda qochirmaymiz. Ommaviy axborot vositalari vakillarining barchasi har qanday ijod mahsulini tayyorlashdan oldin, albatta, bu keng ommaga, xalqqa qanday foydasi tegishi mumkin, deb o'ziga savol beradi. Agar bunga salohiyat bo'lsa, PR, shov-shuv, reyting ortidan quvgan ba'zi jurnalistlarga esa bu yot holat. Mavzu qanchalik
beparda bo'lishi esa ularni aslo qiziqtirmaydi. Muhimi, internetdagi auditoriya ko'pchilikni tashkil qilsin. Suhbatdagi keng tarqalgan intervyu beruvchi ham, reklama beruvchi ham albatta manfaatdor. Zarar esa faqat oddiy tomoshabin to'laydi. Ko'pchilik uchun erish tuyulayotgan bu gaplar aslida boshqalar uchun ham begona o'tdekmi? Yo Hamidovaning aytganlari, intervyu oluvchining beparda savollari faqat ba'zilarning g'ashiga tegyaptimi? Balki ayrim san'at olami vakillari nazarida vaziyat ko'pchilik o'ylagan va ta'sirlangandan boshqacharoqdir. Shu bois Hamidovaning hamkasblariga agar ular Hamidovani hamkasbi deb bilsa, mikrofon tutdik. Ra'no Yarasheva, O'zbekiston xalq artisti. Biz ijod ahlimiz. Ko'pchilikning nazarida bo'lamiz. Bizga havas qiladigan muxlislarimiz bor. Demak, biz ular uchun namuna, ibrat bo'lishimiz, har bir qilayotgan ishimizni, gapirayotgan gapimizni o'ylab so'zlashimiz shart. Bizning yelkamizda ana shunday mas'uliyat yotadi. Endi yana bir muhim tomoni bor. Buni e'tiborga olmaslik xato bo'ladi. Bu intervyuni tahrirlagan jurnalist ham aybsiz emas. Sababi, o'z sohasining mutaxassisi bo'lgan har qanday jurnalist to'g'ri kelgan, tahrirlanmagan media mahsulot va maqolani keng ommaga tarqatilishi noto'g'ri. Shu bilan birga musulmonligimizni va shunga loyiq ish tutishimizni yoddan chiqarmasligimiz lozim.